Akaxon, ochib ko'ring. Azizlar, bugun anchagina unumli kunimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Juda ko'p bugun qiziq va qiyin tashxisli bemorlar kelishdi va shu orada hamkasblarimga bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Bugun bir nechta bemor keldi. O'tkir bakterial tonzillofaringit bilan xalq tilida angina deydi. Va nimagadir ko'plar bu kasallikda ceftriakson yozishyapti. Bu ham mayli, ceftriaksonni 5 kunga, 7 kunga yozilyapti. Men hammaga eslatib qo'ymoqchi edim. Klinik tavsiyalarga ko'ra o'tkir tonzillofaringitni chaqiradigan bakteriya bu beta geminotik streptokok B guruhiga mansub va unga amoksiklav, ampitsilin tabletkalari juda yaxshi foyda beradi va uni berganda ham 60 mg kilogrammaga moslab va eng asosiy joyi 10 kun mobaynida berish kerak. Bo'lmasa bemor 1-2 haftadan keyin qaytalanadi. Bugun kelgan bemorlar kabi aytishadi, biz borgandik shifokorga, 5 kun antibiotik oldik, hammasi yaxshi, 2-3 haftada yana qaytalanyapti. Nima uchun? Chunki o'sha mikrob oxirigacha o'lmagan va shuni hisobiga yana qaytalanish bo'lyapti. Hammalaringizga xayrli kech.